Nega Ilya Topuryani mag'lubiyatini butun insoniyat nishonlayapti? Xuddiki yaxshilik ustidan yomonlik zafar quchgan. Butun MMA yulduzlari, Maxachev deysizmi, Habib deysizmi, Makgregor deysizmi, hamma unga qarshi. Muxlislar esa bor haqoratli so'zlarni kommentariyada tinmay bildirib yotishibdi. Nima uchun bu darajada hayp bo'lib ketdi? Hech o'ylab ko'rdingizmi? Chunki Ilya Topuria super jangchi bo'lganligi uchun u yaqin orada UFC'da umuman kuzatilmagan ishlarni amalga oshirdi. Ketma-ket super jangchilarni nokaut qildi va haypni shu darajada yuqoriga olib chiqdiki, uni barcha jangchilar yomon ko'rishiga sabab bo'ldi. Lekin aslini olganda JJ Ilya Topuriani ustidan yutishiga faqatgina omad va Ilya Topuriani tanlagan noto'g'ri taktikasi sabab bo'ldi. Keling tan olaylik. JJ'ni bugungi intervyusini eshitdingizmi? U aytdiki, bo'ldi endi men Topuriyaga revansh jangini bermayman dedi. Chunki agar bersa, yana bir marta revansh bo'lsa, qolib qolishini yaxshi biladi. Oq uy kardini qutqarib qolgan ham Ilya Topuria. Uni mag'lubiyati shu qadar hayp bo'ldiki, xuddi Oq uy kardida dahshat jangchilar jang qilgandek har doim hayp, har doim katta natijalar. Lekin Ilya Topuria qaytib olishiga, misol uchun shaxsan men ishonyapman. U birinchi-ikkinchi raundda JJ'ni nokaut qilishga shu qadar shoshildiki va ko'plab xatolarga yo'l qo'ydi. Ustiga ustak yana bir shubhali tomoni, har xil bir nima betlar Justin Gage'ga juda ham ko'p koefitsient berib yuborgandi. Justin Gage'ning qo'lidagi kastletga o'xshagan narsa ham juda ham katta e'tiborni jalb qilyapti butun muxlislar tomonidan. Sirasini olganda baribir Ilya Topuria super jangchi bo'lib qolaveradi. Siz uni yaxshi ko'rasizmi, yomon ko'rasizmi? Menga obuna bo'lib qo'ying. Biz bu masalani keyinchalik yana davom ettiramiz. Hozirgi haqiqiy opponent, ya'ni haqiqiy chempionlik uchun da'vogar Arman Sarukyan. Lekin Gage Arman Sarukyan bilan urushmasa kerak deb o'ylayapman. Agar Makgregor Holloway'ni ustidan yutib qo'ysa, mabodo Makgregor bilan Justin Gage jangini ko'rishimiz mumkin. UFC mana shunaqangi hech kim kutmagan ishlarni amalga oshirish bo'yicha chempion-ku axir.